Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar bilasizlarmi, hamma joylarda, shaharlarda, misol uchun qishloqlarda ham bir xil joylarda rivojlanish degan narsa bo'ladi. Yildan yilga katta zidaniyalar, imoratlar, eski to'kilgan, qurilgan joylar buzib tashaladi-da, o'shalar yengitdan vastanavit qilinadi. O'sha rivojlanish degan so'z bor-ku. Nazarbekov mol bozori, ovqat bozorining eshigini tegdi to'xtaganda ko'ryapsizlarmi, oldingi atmosfera. Bu yerda shu retroda, oldingi nechinchi yilga qaytib qolishadi? 90-yilga qaytib qolishadimi? O'choqni hidi, o'tinni hidi bu yerda. Gashti bor. Ana shunaqa samovarlarda ana bundaqa oldin bak bo'lardi, benzin baki. Rakvinani yomonimi? Mana bitta bor. Mana qara. Mana bak. Kimga mana shunaqa atmosfera, oldingi atmosferani eslatadigan joylar kerak bo'lsa, Nazarbekov mol bozoriga kelsanglar, mana shu yerdan topasizlar. Sizga solasiz. Ashta o'tiramizmi? Mashinani mokrisini ko'rgan edim-ku, qo'yi mokrisini ko'rmadim. Mokrimi bu seri. Mana idishlari ham bor. O'sha retro. Mahallani to'yxonalarida o'tiriga ega bo'lardi. Shunaqada yomon eslatib. Torozga qo'yishyapti, mana bu qani. Hamma qiziqib kelgan. Chet ellik edi. Tushgan piylada bu yerda oddiy hol. Bu yerga o'zi asosan qo'ynida kirib odamlar keladi. Ishda avval kirib bo'lishi mumkin, lekin qo'yni toza odamlar hammasi shu yerda. Bu mazani bunaqa o'tirish boshqa joydan topib bo'lmaydi. Mashin. Zo'r sigirdi mashin. Rajimash piyoz ham bor, mana piyoz ham shu stilda, shu eski atmosferani beryapti, shu ta'mni beryapti. Ko'ralishini o'zi ham oldingi staritskiy variant qo'yadi. Chorasiga bitta o'zinglar bilan faqat vlajniy salfetka yoki sochuv olasizlar, deydi ro'molga. Dasilmolingiz bo'lsa bering. Mana har doim. Bu yerga iyminda shashlik yeymanda har yakshanba keladiganlar bor o'zi. Sababi sifati zo'r, chunki bu yerda hamma mol holga tushunadigan qassoblar, uncha go'shtni prezervat qilmaydiganlar keladi-da, bu yerga shashlik yeyishadi. Shuning uchun bu yerga shashligiga juda odam ko'p. Kesinglar mazza qilib yeb ketasizlar, har qayerda odam mazza qilib yoradi shashlikga. Bunaqa ta'm yo'q. Zo'r. Oke bilasizmi, Shvetsariyalarda, yani Yevropalarda yashil hani zonalarda turadi, chiroyli qo'ylar. Hozir men becharalar nima bo'lyapti, bu yerda deyapti, hayron deyapti bor. Tushunmayapti. Qo'ylarga hayron. Qaq kelib qoldim-da. Bu O'zbekiston.
G'alati что-то недовольный bor, yoqmayapti bu atmosfera. Va choyini bir olib ket. Shashliklarni ketini uzmasdan pishirib tashlashadi, chunki odam ko'payib ketadi, o'shani ustiga qilib bo'lmaydi. Qanday ekan mazasi.